Assalomu alaykum. Medovini bu usulda aniq bilaman, tayyorlab ko'rmagansiz. Birga bir o'xshab chiqadigan kattagina, barakali, yumshoqqina medovini birgalikda tayyorlaymiz. Onlayn kurs darslarimdagi medovini sizlar uchun tekinga joyladim. Sizlardan bittagina layk, mendan esa to'liq retsept. Boshladik. Medovini ko'zlarini boshlaymiz. Gazga qo'yadigan chuqur idishga asalni sovolib, erishini kutamiz. Eriganidan keyin 1 choy qoshiq to'ldirib, iste'mol sodasini solib, to'xtamay aralashtiramiz. Asalni farqi yo'q, toza asaldan ishlatishingiz ham bo'ladi yoki oddiy do'kondagi sun'iy asaldan foydalanishingiz ham bo'ladi. Massamiz ko'pirib, ranglari o'zgarishni boshlaydi, lekin to'xtamay aralashtiramiz. O'zingizga kerakli rangga keltirib olasiz. Men to'qroq yod rangiga keltirib olib, olovni o'chirdim. Olovni o'chirib, ichiga 250 gramm saryog' yoki margarin solamiz. Men saryog' ishlatdim. Agar saryog' ishlatsangiz, ko'zlaringiz yana ham mayin, yumshoqqina bo'lib chiqadi. Saryog'imiz erib olgunichon bu yoqda 6 dona tuxumni oq sarig'idan ajratib, tuxum oqini ko'pirtirishni boshladim. 3-4 minut ko'pirtirganimizdan keyin, oppoq ko'pik hosil bo'lganidan keyin shakar solib ko'pirtirishni davom ettiramiz. Shakarni birdaniga sovormaymiz, kam-kamdan solib ko'pirtiramiz. Shakar hammasini solganimizdan keyin ham yana 2-3 minut baland skorostda mikserlaymiz. Shakar erib ketishi kerak. Bu yog'iga mikser ishlatmaymiz, venchik ishlatamiz. 6 dona ajratib qo'yilgan tuxum sarig'ini soldim. Bir qo'limizda venchik, bir qo'limizda siropni kam-kamdan quyib, yaxshilab aralashtirib, bir xil massa qilib olamiz. Ranglari biram yoqimli, shunaqa karamelli rangda bo'ladi. Endi elangan unni solamiz. Unni birdaniga hammasini sovormaymiz. Unni og'irligi bilan massamiz cho'kib qolishi mumkin. Yarmini soldim. 1 osh qoshiq to'ldirib, razrixritel solib aralashtiramiz. Keyin qolgan unni solib, yana bir xil massaga keltirib olamiz. Bu orada gaz duxovkamizni yoqib, qizdirib qo'yamiz. Yoki pechda pishiradigan bo'lsangiz, pechingizni ham yoqib, qizdirib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Massani quyuq suyuqligiga ahamiyat bering. Juda ham quyuq qilvormaymiz. Uni ko'payib ketsa, massamiz quyuqlashib, keyin pishgan ko'zlarimiz ham qattiqlashib, berch bo'lib qoladi. Mana xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xamirimiz tayyor. Ko'zlarimiz bir xil chiqishi uchun xamirni 5 ta kossaga teng bo'lib olamiz. Bitta kosadagina listga joylashtirib olamiz. Ko'rganingizdek, pergament qog'oz ustiga suramiz. Hamma joyiga bir xil qilib tekis qilib olamiz. Mendagi list razmeri 38 ga 30 santimetr, kattagina, duxovka razmeriga to'g'ri keladigan list. Pishirishga jo'natamiz. Pishirish jarayoni qizigan gaz duxovkasida 180 gradusda 8 minutdan 10 minut oraligida pishadi. Pechda ham xuddi shu gradusda pishiraverasiz. Keyingilarini ham pergament qog'oz ustiga xuddi shunaqa qilib surib olib, tekislab tayyorlab turamiz. List bo'shaganidan keyin bularni ham pishirib olamiz. Ko'zlarimiz pishdi. Qog'ozlardan ajratib olib, shu qog'ozlarni yana foydalanaveramiz.
Sovigan ko'zlarni ustma-ust taxlab, bir xil qilib olamiz. Chetlarini tekis qilib, kesib olib, urvog'i uchun olib qo'yamiz. Ko'zlarni qanaqa yumshoqqina chiqqanini videoda ko'rsatishga harakat qildim. Mana yumshoqqina mayin ko'zlar bo'ladi. Medoviy uchun eng mos keladigan zavarnoy kremni tayyorlaymiz. Chuqurroq idishga shakar, tuxum, un, kraxmal, kamroq sutni quyib, vinchka yordamida yaxshilab aralashtirib bir xil massa qilib olamiz. Keyin qolgan sutni quyib, gazga qo'yamiz. Masalliqlarni to'liq miqdorini videoni tagida, oxirida opisaniyada yozib qoldiraman. Gazga qo'yib, o'rta olovda to'xtamay vinchka yordamida aralashtirib turamiz. Miqdorida un va tuxum bo'lgani uchun tagiga olib qolishi mumkin agar aralashtirmay qolsak. Shuning uchun to'xtamay aralashtiramiz. Sutimiz qaynaganidan keyin massamiz quyuqlashib, xuddi shunaqa mayingina kremga aylanadi. Eslatib o'taman, jo'xori kraxmalidan foydalandim. Kartoshka kraxmali bo'lmaydi. Agar kraxmal topolmasangiz, unni o'zini ishlatishingiz ham bo'ladi. Krem tayyor. Gazdan olib, ustini selofan bilan yopamiz. Kremga yopishtirib, atroflari bilan yaxshilab havo kirmaydigan qilib yopamiz. Xona haroratida sovitishga qoldiramiz. Zavarnoy kremimiz sovidi. Sovigandan keyin xuddi shunaqa quyuqlashib qoladi. Bu tabiiy hol. Endi xona haroratida yumshagan 200 gramm saryog'ni 2-3 minut davomida mikserlab olamiz. Zavarnoy kremimizni kam-kamdan solib, mikserlashni davom ettiramiz. Aytib o'tganimdek, saryog'imiz xona haroratida yumshab turgan bo'lishi kerak. Agar muzdek xolodilnikdan olib ishlatsangiz, zavarnoy kremimiz o'xshamay qolishi mumkin. Hammasini solib bo'lganimizdan keyin 200 gramm sug'ushonli molokoni ham solib, mikserlab olamiz. Sug'ushonli molokomiz ham xona haroratida turgan bo'lishi shart. Kremimiz tayyor. Krem sizda ham xuddi shunaqa o'xshab chiqishi uchun aytganimdek, hamma mahsulotlaringiz xona haroratida turgan bo'lishi kerak. Shunda sizda ham shunaqa chiroyli kremga aylanadi. Juda ham mazali kremlardan biri, me'daga tegmaydigan kremga aylanadi. Bemalol foydalanishingizga bo'ladi. Ko'zlarimizni yig'ishni boshlaymiz. Kremimiz barakali. 5 ta ko'zimizga ham bemalol yetadi. Yaxshilab chetlari bilan krem surib tekislab olamiz.
Mana oxirgi korjimizni ham qo'yib olib, kremlarni surib, atroflari bilan bir xil qilib tekislab olamiz. Ustiga sepish uchun chetidan ortib qolingan bo'laklarni cho'per yordamida maydalab olib, ustilariga sepib olamiz. Medoviyimiz deyarli tayyor. Tayyor bo'lganidan keyin 1-2 soatga xolodilnikka qo'yib olsak, korjlariga kremlari singib, yanayam yumshoq mayin bo'lib turadi. Videoga olganim uchun har doim oralarini tezroq kesib ko'rsatishga shoshilaman. Shu retseptim asosida bemalol zakazlab olishingizga ham bo'ladi. Bayramlarda, mehmondorchilikda tayyorlasangiz ham dasturxoningizni ko'rki bo'lib turadi. Yumshoqqina, balangina chiqadigan, ham mazali pirojni bo'ladi. Katta-kichigiga yoqadigan shirinlik. Aytib o'tganimdek, onlayn pullik darslarimdan birga bir o'xshashiga ishonaman. Albatta tayyorlab ko'ring. Videoni do'stlaringiz bilan ulashishni ham unutmang. Bugungi videoim sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Telegram kanalimga ham ulaning. Silkasini shu videoni tagida opisaniyada yozib qoldiraman. Sizlar uchun eng ishonchli, eng original videolarni joylab boraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'ling.